Bugun sizlarga xamirlar shunaqa qisir-qisir qilib turadigan, yeganda esa og'izda erib ketadigan patir retseptini sizlarga ham o'rgataman. Ishimizni xamirlarimizni qorib olishdan boshlaymiz. Uning uchun iliq suv va sutni idishimizga quyib, ketidan tuz, yog', drojjani qo'shib aralashtiramiz va sekin-sekin un qo'shib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Tayyor xamirimizni ustini yopib, iliqroq joyga yarim 1 soatga oshirishga olib qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirimizni teng 2 ga bo'lib, yana zuvola qilamiz va 10 minutga dam oldiramiz. Tingan xamirlarni birin-ketin o'rtacha qalinlikda yoyib, mol yog'i va semichka yog'ini omoqda qilib surkab olamiz. Sizlar sari yog' yoki somsa uchun mo'ljallangan margarinlardan ishlatsanglar ham bo'ladi. Endi 2 sm qalinlikda lenta kesib, ustma-ust taxlaymiz va xuddi rulet shaklida o'rab 10 minut tindiramiz. Tingan xamirlarimizni o'zingizlar xohlagan qalinlikda yoyib olasizlar. Ustidan yaxshilab chekich urib, tuxum surtib olamiz va xohishinglarga qarab kunjut va zidanalar sepamiz. Endi nonlarimizni qizib turgan pechimizda yaxshilab pishirib olamiz. Bu qatlama patirdan albatta tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Ayniqsa ertalabki nonushtalarga sariyog'lar bilan juda ham mazali ketadi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta o'z fikringlarni izohlarda kutib qolaman. Aynan shu patirdan eng mazali qurtoba retseptini mendan kutib qoling. Yeganlarga shifo bo'lsin, ibodatinglarga quvvat bo'lsin, qadrdonlarim.